Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub, xorijdan Amerikadan Tarix Omonatdir kanali va gruppasi. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun Ramazon oyini ikkinchi 10 kunligini oxirgi kuni. Ertadan boshlab 3-10 kunlik boshlanadi. Shu vaqtda bir ko'rinish berib, salom berganlarga alaykum assalom deb duo qilganlarga biz ham yaxshi bir xayrli tilaklaringlarga tilakdoshmiz deyishman birga. Hammalarga yanagi shu kun, shu vaqt, 3 oylar moh Ramazonlarga shirin, tinch, sog' salomat yetib borishni tilab qolamiz. Azizlar, bugungi mavzuyimiz ikkita. Birinchisi ko'rinish berib sizlar salomlashish bo'lsa, ikkinchisi dunyodagi holatlar, urushlar, zulmlar, boshqalarni muhokama qilish emas. Ramazondan keyin bafurja imkonimiz bo'lsa, sog'lig'imiz, kuchimiz yetsa bu mavzularga to'xtalamiz. Bizning mavzuyimiz hozir insoniyat nihoyat darajada katta duoga, ma'rifatga ehtiyoji bor. Shuning uchun bugun ummati Muhammadiyani iymon ahli bo'lgan go'zal qismi zikr va ibodatlarda ekan, nihoyat katta duolar qilinglar. Butun koinot zamin insoniyat katta duolarga ehtiyoj bor. Endi bugun 8-mart ekan. Bilasizlar, bizni vatanimiz Turk dunyosini, Turkistonni, O'zbekiston degan qalbi bo'lgan mintaqada o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, turkmanlar xudosizlar davlati bo'lib ontarilib dunyodan yo'q bo'lgan, lekin hozir undan ham battar zulm saltanatini davom ettirayotgan Putin boshchiligidagi o'rislar mamlakati bor. Shular vaqtida zaharlanib qolib, tarixidan, tilidan, dinidan uzoqlashtirilgan, butun qadriyatlari yo'q qilinib, bir ko'rinish qilgan bir xalqlar bor. Biz qanchalik nima degan taqdirimizda ham tarixidan, dinidan uzoqlashtirib qolingandan keyingi bo'ladigan oqibatlar o'rtada ekan. Shularda bitta 8-mart balosi. Buni bizni dinimizga, bizni millatimizga, qadriyatimizga, mintaqamizga, xalqimizga hech aloqasi yo'qligini bugun tushuntirishga imkoni yo'q. Nima uchun? Chunki bu diniy, tarixiy haqiqatlar bilan yetishmagan bu xalq bosqinchi o'rislar zulmida, Sovet davlati zulmida boshqa shaklga keltirilib bo'lingan. Olimlari, professor, akademiyalar, hukumatni boshqarayotgan rahbarlari ham juda ko'pi benamoz, dindan uzoqda, hatto din dushmani, sig'maydigan darajada yanglish ishlarni qilayotgan salbiy fikrlarni aytishimiz mumkin. Lekin bugun biz moh Ramazonda turib, ularni ham hidoyatga kelsin, insofga kelsin, siroti mustaqim to'g'ri yo'lni tovasin deb turish bilan bir qatorda 8-mart bayramini mana shu kunni belgilab olib, bir hadyalar qilib, ona, opa, singillaringizni tabriklab, bunaqa bir nishonlash holatdan uzoq turinglar. Ulamolarimiz aytishicha, dindan chiqib qolish ehtimoli baland ekan. Hatto juda ko'pchiligi dindan chiqadi deb fatvo berishgan. Albatta bu narsalarni biz vatanda bo'lmasak ham xorijdan turib, Amerikadan turib xabardor qilib qo'yish vazifamiz. Bugun qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Shunday bo'lib turgan holatda bu muhim har yili takrorlanib kelib, mana shu yanglish narsani orqasida yugurib yurgan millatimiz, yoshlarimiz, xalqimizni ogohlantirib qo'ymoqchimizki, buni tarixini ochib qarasanglar, internetlarda turib, buni oqlab bir tarixlarni ko'rsatib, xotin-qizlarni bayrami kuni butun jahon degani yolg'on. Biz xorijlarga chiqib, mana 30 yilga yaqin xorijlarda yashayapmiz. Amerika, Yevropa, boshqa yerlarda buni bir alohida bir manzarani ko'rmadik, bayramlaydigan bir kayfiyat, bu bayram degan narsani guvoh bo'lmadik. Shu o'ris bosqinchisini qo'lda bo'lgan Sovet Cumhuriyatlarida shunaqa qisman Turkiyada biz loyiqchimiz, g'arbchimiz, Otaturkchimiz, umuz bumuz degan islom dushmani bo'lgan bir oqim bor. Ularda ham shunaqa bir ozgina ko'rinish bor. Demoqchimizki, sizlar tafakkur qilib uzoq turinglar. 18-19 asrlardan chiqib dunyoga e'lon qilingan tarix, jig'ir yongan, yaqib tashalgan ayollar, haqqini talab qilganda ular yo'q qilingani, bular to'g'risida juda ko'p bugun qo'rqmaydigan hukumatdan, sionistlardan va zolimlardan qo'rqmaydigan tarixchilar, olimlar, professorlar bo'lsa ochiq chiqib xolis aytib xalqqa tushuntirsin, so'rab bilib olinglar. Biz bu narsalarga to'xtala olmaymiz.
8 mart u aytilganidaqa bir holat bo'lmagan tarixda. Xotin qizlar yaqilgan, kuydirilgan. Endi biz o'zimizni bo'lgalarga O'zbekistonga keladigan bo'lsak, Turkistonga o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik paranjini otishdan maqsad nima bo'lgan? Ishlatish bo'lgan, qul qilish bo'lgan. Bu iffatli dunyoga ma'rifat tarqatuvchi allomalar, mard, vatanparvar, xayrli insonlar uylarda har bir xonadon madrasa bo'lgan. Onalarimiz uylarda kerakli odob, axloq, ta'lim, tarbiyani berib qo'yib madrasalarga chiqargan. Ana shunday narsadan ayirib qo'yib vatanparvarlik ruhini, Allohga, dinga sadoqatni, insoniylikni, mehr oqibatni hammasini yo'q qilish uchun ayollarimizni Alloh subhanahu va taolo ta'limoti bo'lgan hijob, paranji mana shu narsadan ajratib ochiqqa chiqarish kerak edi. Behayo qilish, sharm hayoni yo'q qilish, qomatlarini ko'rsatib turib bu dunyoda nomahramlar ichida yurib turib ular qilgan rasvogarchiliklarni qilish uchun ular yana ko'p gaplar gapirilishi mumkin. Ulamolar gapirdi, olimlar gapirdi, sog'lom fikrdagi iymonli bo'lgan tahlilchilar gapiryapti. Yana qaytarib aytamiz, bizga aloqasi bo'lmagan bu narsadan uzoq turinglar. Mana kech qolib bo'lsa ham shu videoni 5 daqiqa qilishni niyat qilgandik. İmkanımız boricha qo'yamiz. Bizni YouTube'dagi Tarix Omonatdir saytimiz ham O'zbekiston DXX zolimlar tomonidan fitnalar, qirromliman yopildi. Yana undan tashqari yangi bir sahifa ochdik. İmkon qadar internetda do'stlarga shuni tarqatishga harakat qilamiz. Har yili biz ogohlantirib kelamiz bunday narsalarni. Mustaqillik, haqiqiy tarix, bizni bosib olinishimiz, harfimizni almashtirilishi, tilimizni barbod bo'lishi, dinsizlik holatlari, bularni suhbatlar qilib anglatib kelyapmiz. Xorijlarda bo'lsak ham uzoq yillardan beri vazifamizni bajarib. Endi yana bizni mamlakatlar, mintaqalardagi xalqimiz vatan ichida ham tashqarida ham bu narsalardan ko'pchilik bexabar, bilmaydi. Yanglish yo'llarda bo'lib turib bu holatlarga tuzoqqa ilinib qolishyapti. Gapiradigan gaplar ko'p. Ramazonda 3-10 kunligi xayrli bo'lsin. Yana qaytadan aytamiz, ko'p Ramazonlar ko'raylik, dinimizda bo'laylik, ibodatda bo'laylik. Alloh subhanahu taoloning ta'limotini o'rganib, dunyo siyosatini o'rganib, shu berilgan imtihon kichkina dunyoda xayrli oila va sulola va xayrli insonlarni o'tish hammamizga nasib ro'z aylasin. Allohga monturlar azizlar. Xayrli Ramazonlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.